Girdamidan bo'lsam. Tank olib beraman, tank. Tank olib beraman, nogiron senga. Boshla. Qo'y. Momangni skeylar biladi. Biznes biladi. Rashid, aya yaxshi bo'lib qoldimi? Ha, yaxshi. Qizing katta bo'lyapti. Chokki. Uyda mehmon endi to'g'ri anaqalarni qilding gap yo'q lekin. Malades. aka, yeyolmaydi akajonim, yeyolmaydi. Jalab ketdi u jalab Farruh. U $500 deb to'ng'izni ham yevoradi hozir ishon. Rashid, rostdan berasanmi? Hech kim yo'q edi so'rab olay. Harommi? Ha? Rashid. Rostdan berasan? Yevorsa rostdan berasan? Beraman aka, beraman. Garo, gap aka, nimaga bermayman? Beraman. Tamam. Omad yegizib bermay qo'ysa, Farruh o'zini o'zi osib oladi shano. Ske biladi. Pizdes xuyet qilaman. Davlena bo'lib Farruh xotini bilan urushadi. Islom siyla deydi. Abbos qalay, tuzimsiz? Sen o'zing yevorasanmi 2,5 tani, 2 tani? Men ikkita ba'zir yeyman aka. Короче. Yo, men mana Rossiyada yeyman, dashara qizilidan haligi, kichkinadan. Oho, ski blatnoydi, qaranglar jala. Banditlarga o'xshaysan, Farruh jala. Momang nomiga ski. Haromish pankelar yo'qsa. Arabiy. Haromi. Ay, momang ski. Izlashtir. Biznes odamda bo'lchi. Qo'y. Rashid, Farruh yo'q bo'lsa zerikib qolasan-a sen. Ha, bu nogiron yaxshi-da, harom. Qayerga ketyapsan, nogiron? Men anavi charxpalakka ketyapman. Charxpalakka Vaqting ketdi, Farruh. 1 soat ichida olib kelib yeyishing kerak. Yo'q, ketibman. Tamam. Olib kel, bo'l. Rashid, kecha ko'rdingmi? Qarachi, bu kelin bunga qo'g'irma qo'y go'shtini yaniga qo'ysa bu bundan yeb turib, oh zo'r bo'pti, xotinjon qo'ling dard ko'rmasin deb chiqib ketgandan keyin harommi, tuzi ham yo'q bu ovqatingiz deydi. Bidarasda bo'chi. Kulor bo'lib qoppa. Stolga qo'yib qo'yapti. Mazasi ham yo'q. Yolg'on erkalatib turib, ovqatini ham yo'q, tuzi ham yo'q deydi bidaras. Odam bo'lmaydi.